Judayam har bir inson uchun qiziq bo'lgan savol bu litsenziyaga egamisizlar, ishlar qonuniy bo'ladimi? Albatta har bir dokumentatsiya jarayoni qonun doirasida bo'ladi. Xususiy bandlik agentligi bilan shartnomaga ega kompaniya hisoblanamiz. Shuning uchun cho'chimasdan, qo'rqmasdan bemalol ofisimizga kelib, dogovor shartnomalarni ko'rib, bemalol birgalikda ishni boshlasangiz bo'ladi. Bugungi videomiz Bolgariya yo'nalishi bo'yicha hamda Finlandiya yo'nalishi bo'yicha bo'ladi. Biroz bir ma'lumot berib o'tib ketishga harakat qilaman. Har qancha gapirishimizdan qat'iy nazar, mana shu videoni oxirigacha ko'rsanglar, xudo xolasa bir o'zingizlarga yarasha xulosani olasizlar. Ana undan keyin harakatni boshlasanglar bo'ladi. Azizlar, 13 va 20 dekabr sanasigacha mana dokument qabul qilish talablari, shartlarini aytib o'tyapmiz. Telegram, Instagram, YouTube kanallarimizda bundan to'g'ri foydalanish bu o'zingizlarga bog'liq azizlar. Hech kim sizni uyingizdan olib chiqib biron bir yo'nalishga, ishga solib qo'ymaydi. Har bir narsani, har bir jarayonni amalga oshirish bu o'zimizning zimmamizda. Demoqchiman, yaxshi hayotni qurish, yaxshi ishni boshlash bu o'zingizga bog'liq. Shuning uchun mana ekrandagi nomerlarga bemalol bog'lanib aloqaga chiqsanglar bir kerakli ma'lumotni berib o'tamiz. Xo'p, Bolgariya yo'nalishi bo'yicha 18 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgangina insonlar bemalol harakatlarni boshlashlari mumkin. Mana e'lon tariqasida hamda skidka tarzida aytib o'tdik. Bunaqa narx absolyutni hech qayerda yo'q azizlar. Boshqa to'lov 1.700.000 so'm bilan shartnoma imzolanadi. Ana undan keyin sizlarga dokumentatsiya jarayoni boshlanadi. Ya'ni Bolgariya yo'nalishi bo'yicha umumiy rasxodga keladigan bo'lsak, umumiy rasxod 1,5 ming dollarda tashkil qiladi. Mana shu 1,5 ming dollarni to vizaga kirgunizga doğru etap-etap to'lab borasiz. Ya'ni qay tartibda rezultatni ko'rasiz, to'lovni amalga oshirasiz. Rezultatni ko'rasiz, to'lovni amalga oshirasiz. Oxirgi etap kvitansiya подтвержденияларni qabul qilib olgan paytingiz vizaga topshiradigan sanangizni, chisloingizni, vaqtini bilasiz. Ana undan keyin to'lovni qilib vizaga topshirasiz. Azizlar, Bolgariyaga ketish muddati 2 oydan 3 oygacha bo'ladi. Mana shu yanvar, fevral oyida ketadigan insonlarga tegishli emas bu video. Bundan keyingi boradigan, ya'ni 3-patogimizga. Azizlar, start berilgan, mana shu narsadan foydalanib qoling, ulgurib qoling, imkon boricha oyliklari Bolgariya davlatida 600 dollardan 1200 dollargacha bo'ladi. 3 mahal issiq ovqatingiz, yotog'ingiz shartnoma asosida bepul bo'ladi. Muloqot rus tilida, ya'ni tilni bilsangiz, bilmasangiz, harakatni boshlasangiz ham bo'ladi. Bu narsa hamma uchun teng. Xo'p, endi juda ham ko'pchilik inson Finlandiya yo'nalishi bo'yicha aloqaga chiqyapti. Azizlar, mana shu videoda har bir narsa detalma-detal aytib o'tiladi. Faqat to'g'ri uni ko'rib, tushuncha olish o'zingizlardan iborat. Ba'zi bir insonlar videoni ko'rib ko'rmay aloqaga chiqyapti. SMS сообщение yozayotgan paytinglar, ya'ni bizga murojaat qilayotgan paytinglar o'zingizlar haqingizda to'liqroq ma'lumot qoldiringlar. Sababi bizga ham osonroq bo'ladi javob berib o'tish. Ba'zi bir insonlar stiker jo'natadi, salom, bu unaqa ketmaydi. Yoshim anchada shu yo'nalish bo'yicha harakat qilmoqchiman. Mana shu davlatga imенно yo'naltirsanglar, o'zingizlar yo'nalishinglarni, ana undan keyin biz ham mana shu yo'nalish bo'yicha javob berib o'tamiz. Xo'p, Finlandiya davlatiga 23 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgangina insonlar bemalol harakatlarni boshlashlari mumkin. Ketish aprel-may oyiga bo'ladi. 7-8 soatli ish, bir haftada bir kun выходной, ba'zi bir holatlarda 5 ga 2 chiqishi mumkin grafik. Xohlang выходной kuni o'zingiz chiqib ishlang, xohlang dam oling. Endi har bir inson qaysi davlatga chiqishdan qat'iy nazar aylangani, o'ynagani bormaydi. Hammamiz qaysidir taraflama bir kamchiligimizni yengillashtirgani boramiz bu davlatga ishlagani. Shuning uchun bordingizmi, bir narsali bo'lib qaytish istagida bo'ling. Harakat qilib yaxshi ishlang, ana o'shanda o'zingiz xohlagan natijaga erishasiz degan umiddaman. Tushunmagan insonlar uchun yana biroz tushuncha berib o'tib ketaman. Videoni o'tkazmasdan e'tibor bilan ko'rsangiz, savol-javobimiz ham kamayadi. Shuning uchun yaxshilab eshitib oling. Bolgariya yo'nalishi bo'yicha ham 3 mahal yeb ichishingiz, yotog'ingiz shartnoma asosida bepul bo'ladi. Finlandiya davlatiga ham 3 mahal issiq ovqatingiz, yotog'ingiz shartnoma asosida bepul bo'ladi. Hali tushunmayapman,
ma'lumot berib yuboring degan insonlar uchun, bizni tanigan bilgan insonlar biladi. Mana qo'shni respublika davlatidan kelayotgan yaqinlarimiz, ya'ni akalarimiz, ukalarimiz Tojikiston Respublikasidan, Qirg'iziston Respublikasidan, Qoraqalpog'iston Respublikasidan, Turkmaniston Respublikasidan, Qozog'iston Respublikasidan topshirib kelayotgan insonlar bor. Bu insonlar bejizga bizga murojaat qilmaydi. Sababi bu insonlarning qaysidir bir mahalladoshi, zemlagi yoki biron bir yaqini ketganligi sabab mana shu insonlar ham bizga yuzlanadi. Nimaga? Hamma rezultati bor joyga harakat qiladi. Shuning uchun siz ham agarda biz bilan mana shu samarali viza yo'nalishi bo'yicha harakatni amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, xo'p, ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Sizlar bilan Sherzodbek bundan oldingi videolarimizda juda ham ko'p soprovождение jarayonlarini o'zim amalga oshirganman. Bemalol o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Aytgancha asosiysi Finlandiya davlatida oylik 1,5 ming dollardan boshlanib 1800 dollargacha bo'ladi. Oilali tartibda ketsanglar ham bo'ladi, ya'ni er-xotin va yakka tartibda. Azizlar, mana har bir ma'lumotni berib o'tyapmiz. Endi to'g'ri yo'nalish va ishni bajarish bu o'zingizlardan. Sababini qilsanglar, albatta natijasi Allohdan. Sizlar bilan Sherzodbek, hammanglarni yaxshi ko'raman. Sog' salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishlik hammamiz bilan nasib qilsin. Ish vaqtimiz kunduzgi 10 dan kechki 18:00 gacha bo'ladi. Kechki 6 dan keyin mana shu Instagram, WhatsApp, Telegramdan aloqaga chiqadigan insonlarga albatta javob berib o'tamiz. Ish juda ham ko'paygan. Kimdir javob ololmagan bo'lsa, ming bor uzr. Har bir insonga o'chirt pastdan yuqoriga qarab harakat qilyapmiz javob berishga. Shuning uchun ko'nglingiz ranjimasin, bizdan albatta javob olasiz. Sog' salomat bo'linglar.